Yo, barchalarga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan doimiy men Oktamov PUBG va bugungi videomizda top 3 ta akkaunt obzori bo'ladi. Agarda video sizlarga yoqsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Nu, bo'lmasa videoni boshladik. Hop, bolalar, bizda birinchi akkauntimiz bu akkaunt, normal akkauntga o'xshayapti. Normal emas, botroq ekan. Qurolda уровень kolleksiyasini ko'rayotgan bo'lsak, kolleksiyasi nechi kolleksiya biladi? Kolleksiya 20 bolalar, 20 kolleksiyali akkaunt. Hop, garajni ko'rayotgan bo'lsak, hech kim bilan partnyor emas, 104 ta Dominator, Erpsni ko'rayotgan bo'lsak, A3 dan ochilgan akkaunt, umuman o'ynalmayotgan akkaunt. A16da 100 qilinibdi. Hozirda o'ynalyapti akkaunt. Nimalari bor? Invertorga kirsak, bittagina mifik, qolgani legendarniy, epicki. Kaskalarda normalniy narsa yo'q, kallasida ham normalniy narsa yo'q, ochki yo'q. Mana yo'q, ustda kiyimlar yo'q, sumka yo'q. Bu ham yo'q, ishton yo'q, bu yo'q, perchatka vashi yo'q. Pragachka ham yo'q. Bu akkaunt oddiygina akkaunt. Ishtimas yo'q akkaunt. Lekin bitta yaxshi tarafi bor, druzasi to'la qiz bola. Qizlar polda druzada. Hammasi qiz. Bu bitta tazza jo'rammi akkaunt bu. Bola akkaunt shu. Davaychi mesela keyingi akkauntga o'tamiz. Hop, bolalar, bizlar keyingi ikkinchi akkauntimiz. Bu ikkinchi akkauntni ko'rinishidan kirganimizda normal donat qilingan akkauntga o'xshayapti. Levelni ko'rayotganmiz, level 61, kolleksiya 34 ekan. Hop. Bolalar, kiyimlarni ko'rayotganmiz, kiyimlarda shuncha mifik normalniy akkaunt. Bonus pas olingan, erp olingan. Kiyimlar normalniy. Kaskasiga kelganmiz, lednik kaska bor. Qolgani muster kaskalar. Kallaga kelganmiz, yana 3 ta mifik kalla, keyin qolgani oddiy. Keyin ochkiga kelganmiz, ochkilar ham yo'q. Basharada bitta mifik, qolgani oddiy. Kiyimlarga kelganmiz, kiyimlar ham yaxshi. Mana Rockbotda ham. Hop, keyin mana yaqinda kelgan zamonaviy qizlarning kiyimi bor. Sumkaga kelganmiz, sumkalar erpniki, pastki setlar normal, bu to'g'ri aytsa. Oyoq kiyim yo'q. Mashinalar uvozga yo'q. Bularga ham yo'q. Kupe dachalarga ham yo'q, mototsikl. Bularga ham yo'q. Bagi. Bitta manonga bor ekan. Bu erpniki, shu erpniki, yo'q, o'tgan erpniki, yo'q, shu erpniki. Mana avtobusga bitta bor, keyin bonus pastga bitta bor. Keyin bitta aeroplan bor. Hop, endi invertor kerak bo'lsa, invertorda ikkita premium kes, qolgani muster narsalar, mana bitta yo'q. Yana ikkita bo'lsa, bitta katta kristal bo'ladi. Hop, hamma joy kalit bosib ketgan 40 ta mana populyarность bor, 33 ta wow kartamak bor. 3 ta moto bor, emotsiyalar kelganmiz, emotsiyalarda erpniki hammasi, bitta bonus pastga bor ekan. Keyin mana sichqonda emotsiyasi bor ekan, keyin qolgani oddiy emotsiyalar. Parashyutga kelganmiz, shuncha parashyut bor ekan, bu ham oddiy parashyutlar. Normal parashyut yo'q, bu yoqqa kerak emas. Bular ham kerak emas. Samolyotga ikkitagina skin bor ekan, samolyotga. Hop, granataga yo'q. Anonga nima edi ota, anoni? Dimga 3 ta bor, smokga 2 ta bor, moltoga 2 ta bor. Bitta mana ultimate'da ana moltasi bor ekan.
Hop, arqa fon yo'q. Yo'q. Nimadir narsa bor ekan. Normalniy narsa yo'q. Yuz yo'q, soch yo'q, bu ham yo'q. Bosh xomiy yo'q. Hop. Drujasi kelayotganmiz. Drujasi oddiy. Hop, akalar, mana shuncha edi. Hozir endi biz keyingi akkauntga o'tamiz. Mana bonus pas bilan AirPod olingan. Keyingi akkauntga o'tamiz. Let's go. Hop, bolalar, biz 3-akkauntimiz keldi. Shu oldingi 2 akkauntdan eng zo'r akkaunt shu. Hop, obzorni boshlaymiz. Invertor kirsak, shuncha mifiklar bizni kutib olar ekan. 6, 12, 13, 15, 16 ta kiyim. Mifik. Hop, qolgani oddiy legendarniy, epickiy kiyimlar. Kaskalar kelayotganmiz, shuncha kaska, erpin kaskalari. Mifiklar bu yerda ham shuncha mifik. Akkaunt yaxshi. Basharada bitta mifik qolgan oddiy. Mo'ylo bor zatto, to'g'ri. Sumkalar ham обычный, нормальный. Mana sumka bor, zo'r ham. Hop, shtonlar kelayotgan bo'lsa, shtonlarda bitta kapitan set bor. Qolgan oddiy. Oddiy qolgan. Oyoq kiyimlarda norm. Pad mana bilan mana bu. Hop, perchatki yo'q. M24. Shuncha, karayak shuncha, bunga shuncha, AVM yo'q, qolganiga yo'q. Mana unga bitta bor. Muhimi 406 ga skin yo'q ekan, pragachga. Qolgani AirPniki, pragachkadan keyin ko'rib chiqamiz. Hozir moshinlarni ko'ramiz. Bitta yo'q, sedanga. Bitta dachaga bor ekan. Motosikl 2 ta ekan, bu ili bu. Hop, bagilarga bu, ekin bu. Boshqaga bitta aeroplanga skin bu. Invertorga kerak bo'lsa, invertorda 3 ta katta kristal, 7 ta premium case, keyin normalniy narsa yo'q ekan bitta. Hop, emotsiyalarda mifik emotsiyalar, bitta Honor Ultimate emotsiyasi bor. Keyin mana bu ustidan kulib mazah qilayotgandi. Qolganlari oddiy. Parashutlar shuncha parashut bor. Qiziq emas bu samolyotga skin. AirPn samolyotlari. Granataga 2 ta bor. Dimga shuncha bor, короче. Smokka 2 ta, Molotga ham 2 ta. Arqa fon yo'q. Qolgani kerak emas. Bashara yo'q, soch yo'q, bu muhim emas. Hop, endi pragachkalarni ko'ramiz. Pragachka shuncha ekan, 5 ta ekan. Bu kuchaytirilmagan. Bu ham kuchaytirilmagan. Scarl full. Bu ham kuchaytirilmagan. M24 tur kilchat. Hop, bolalar, endi anosini ko'ramiz. O'ravenini 68 o'raven, Kalixa 43. Bu yo'q. Bayroq Germaniyada 4 taga, ramka Mikasan ramkasi. Hop, bitta oddiy обычный narsalar. Chaqir ekan, sherdiki ekan. Hop, oddiy narsalar. Akkauntlar obzorini ko'rib chiqdilaring. Akkauntlar normalniy. Bor narsalarni ko'rsatdim, yo'q narsalarni ko'rsatmay qo'yardim.
Shuning uchun agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan O'ktam PUBG bo'ldi. No, hammaga xayr bo'ldi.